Tushunmadim, nimani ovoz chiqyapti? Garajdan kelyaptimi? Hoy, oy, sizlar kimsizlar? Qadrli tomoshabinlar, video boshlanishidan avval sizlardan kanalga obuna bo'lishni so'rab qolaman, chunki bu juda ham muhim. Va Sizlar bu yerda, yo'ma-yo, o'g'rilar, chiyon ursin. Yana niqobim taqib olishgan. Mashinamni o'g'irlab ketmoqchi bo'lsa shekilli. Chiyon ursin, yaxshiyamki uyg'onib qolibman. Yo'ma-yo, hammasi joyida. Ballonlarga tegishmagan, hech narsani olib ketishmabdi. Chiyon ursin, bu yerga eshik o'rnatmasa bo'lmaydi shekilli. Katta garaj darvozasi kerak. Hammaga salomlar, mening ismim Alan va men bir jitilni asirga olmasam bo'lmaydi. Chunki maxluq jitil menga shu topshiriqni stop, to'poncham qani? Pullarim qani? Yo'ma-yo. Axir bu yerda meni shuncha pulim bor edi, qayerga g'oyib bo'ldi? Chiyon ursin. Yo'q, bu yerdagi narsalar hech bo'lmasa turibdi, mayli. Birinchi navbatda hozir jitil bilan shug'ullanish kerak, keyin esa pullarni hal qilaman. Mana shu qo'shnimni asirga olishim kerak. Uni qurbonlikka keltiramiz. Eshigim ochiq ekan. Hoy, sen nima qilyapsan meni uyimda kechasi? Hozir bilasanmi, bilet chaqirsam nima bo'ladi? Seni qamab yuborishadi. hozir sen men bilan ketasan. Nima? To'ponching bormi? Bor, davay. Oldimga turish. Hop. Meni uyimga o't. Agarda qochaman desang, birdaniga otib tashlayman. Tushundingmi? Kir uyimga, kel. Nima qilmoqchisan? Keyin bilib olasan, davay kir. Hop. O'zi kimsan? Seni bilishing shart emas. Hozir o'sha yerda turib tur. Men esa bu yerda hozir podvalni ochaman. Podvalda nima qilmoqchisan men podvalda? Ko'rasan, davay. Xo'p, bo'ldi. Mana hozir yaxshi bo'ldi, tushishing mumkin. Podvalga tusha qol. Shartmikin shu? Shart, davay bo'la qol. Agar mashayniklik qilgan bo'lsam uzr. Davay tush deysiz, iltimos kerak emas. Mana shu yerda o'tirasan endi. Men o'zim aytmagunimcha. Yo'q, endi nima bo'ladi menga? Yo'q. Bu yerdan chiqib olishim kerak. Yaxshi, bo'ldi. Endi esa dam olsa bo'ladi. Ertalab esa garaj eshiklari bilan shug'ullanaman. Hozir esa ularni olib qo'ygan ma'qul. Bo'ldi. Endi uxlashga yotsam bo'ladi, juda ham charchadim. Hammaga salom do'stlar, mening ismim Alan va yangi videoga xush kelibsizlar. Bilasizlarmi, gap shundaki, meni pullarim yo'qolib qoldi va men ularni qayerdan qidirishni bilmayapman. Shuning uchun ham hozir shu bilan shug'ullanamiz. Birinchi navbatda pulimni kim olib qo'ygan bo'lishi mumkin? Shuni aniqlashimiz kerak. Meni uyimga kirib chiqadiganlar yo'q. Bu yerda do'stlarim yo'q. Bu yerda pulim ko'pligini biladigan odamning o'zi yo'q edi. Lekin qayerda? O'ylab ko'rish kerak. Bilmayapman. Hattoki bu yerda kamera ham bo'lmasa, kim kirib chiqqanini bilmadim. Mayli, hozir mashinamni kalitini menga garaj qurib bergan odamdan olaman-da, shu bilan qishloqqa keyinroq qaytib kelaman. Chunki shaharga borishim kerak. Menga buncha kichkina miqdordagi pullar yetmaydi. Chunki ancha muncha narsani sotib olmoqchiman. Bu yerda yana 4-5 ta uy sotilyapti ekan. Ana shularni hammasini olishim kerak. Hop, mayli. Keyin esa garaj eshigi bilan shug'ullanaman. Xo'sh, hozir esa meva-chevalarga almashtirishimiz kerak. Hoy, sotuvchi rizel. Mana sabzlarni olib kelib berdim senga. Yaxshi. Mevalarni qachon olib borib beray? Kechroq olib berasan, men hozir ishim bor. Mayli. Bu yerda bilmasam, qayerda sotadi garaj eshiklarini? Ustadan so'rasang bo'ladi-da. Ustadan? Instrument sotadi degan jitel. Mana bu yerdagimi? Ko'znichada. Rahmat. Hozir o'shandan so'rab bo'laman. Qani, qayerdan garaj eshigini topishim mumkin ekan? Meni Jigulim uchun krutoy Jiguli. Hoy, usta jitel. Kirish mumkin. Salom. Nima yordam? Xullas, menga garaj eshiklari kerak edi. Qurilish mollaridan olishing mumkin. Merni uyining yonida mebel sotadigan joy bor-ku. Ana o'sha yerda kichkina uy bor, sotiladi deb yozilgan. Ana o'sha yerda sotishadi. Rahmat. Bo'pti, kelib tur. Albatta. Yaxshi. Hozir merni uyini topishimiz kerak. Quduqning yonida mana bu edi, chiroyli tomli. Xo'sh. Shu yerda bo'lish kerak. Merni yoniga kirishim shart emas. Qayerda ekan endi? Sotadigan joy. Mana katta uy turibdi, lekin kichkina uy. Yo'q, mana bu edi. Mana uy sotiladi 3300. Shu bo'lsa kerak. Shu uyni ham sotib olaman-da. Hoy. Menga garaj eshiklari kerak edi. Bu yerda ko'rmayapman, negadir sotiladi deb yozilgan. Sotamiz. Garaj eshiklari bizda bor. Nechta kerak? Mana shundan istaganingizcha qo'ying. Qolganini qaytarib kelasiz, kelishib ketamiz. Mayli, rahmat, unda ketdim. Ajoyib. Endi hozir o'zimizga eshik o'rnatishimiz mumkin bo'ladi. Hech qanaqangi eshikni orqa tarafdan qo'yish kerak. Bu esa darvoza bo'ladi. Garaj darvozasi yoki garaj eshigi. Hozir ko'ramiz. Faqatgina mashinamni himoyalasam bo'lgani. Jon ursin, kechasi nagoy kelib o'g'rilar olib ketib qolmoqchi bo'lishdi. Hech qisi yo'q. Hozir men buni yopib qo'yaman va bo'ldi. Endi bu yerga hech kim kira olmaydi. Yaxshi. Hozir bu yerdan bir narsalarni olish kerak va
Xo'sh, mana bu va o'zimga eshik va knopkalar yasab olaman. Ha. Chunki orqa tarafdan rostdan ham eshik ochsak ancha-muncha qulay bo'ladi qulflab qo'yishga. Chunki har safar garaj eshigini ochaverish unchalik ham oson emas. Albatta oson, lekin uzoq kutish kerak ochilguncha. Undan ko'ra orqadan kichkinagina eshik qilsam bo'lgani. Tak, qaysi tarafdan? Ha, mayli, orqadan qila qolaman. Mana bu yerni sindirib, xo'sh, ochishimiz mumkin bo'ladi. Sekin, ehtiyot bo'lish kerak. Nima bo'ldi? Yo'qolib qoldimi? Jin ursin, yoniga qo'ymoqchi edim. Ha, mayli. Borga baraka. Bu yerga hozir tosh qo'yishimizga to'g'ri keladi. Tosh esa menimcha yo'q edi yoki bormidi. Hozir qidirib ko'raman. Tak, bu yerda yo'q. Bu yerda ham yo'q. Yo'q, tosh yo'q ekan, qayerdan topib kelsam endi. Ha, mayli, mana bularni olsak, axir temir eshik qo'yishim mumkin edi. Nima qilardim ha? Yog'ochdan yasab. Ko'rmay qolibman-da. Ha, mayli, temir eshik ancha-muncha ishonchliroq bo'ladi. Mana bunday qo'yamiz va hozir bu yerni yopib tashlaymiz tosh bilan. Qani edi? Mana bu yerdan olsam bo'ladi. Tak, bir va birdaniga chiqdi. Qo'yil. Mana shu bir donasi bizga yetib qolganini yopib qo'yamiz va ketdik. Tak, mana ajoyib. Qo'yil. Shu bunda endi bizga knopka kerak bo'ladi. Mana va bo'ldi. Kirib chiqish qulay bo'ldi. Yaxshi. Endi esa orqa tarafga ham qo'yishimiz kerak. Ya'ni old tarafga garaj eshigidan kirish uchun bizga knopka kerak bo'ladi. Xo'sh. Qani edi menda bu yerda? Tak. Yo'q, bu yerda emas. Tushunarsiz, o'zimda-ku. Yo'q, qidirib yuribman. Xo'sh. Mana va mana bo'ldi. Bizda endi qo'shimcha tugma bor. Shu bilan ochib yopish mumkin bo'ladi. Ha, mana bu haqiqiy krutoy garaj bo'ldi. Hamma hayron qolishi aniq, lekin ehtiyot bo'lish kerak. Shundoq ham o'g'irlab ketishlari mumkin bo'ldi. Ajoyib. Endi mashinamni olib chiqishim mumkin. Chunki men shaharga borib kelishim kerak. Tak. Baribir kaltni olib kelmasam bo'lmaydi. Axir zavod qilishga. Tak, bu yerda hozir bularni tashlab yuboraman va bo'ldi. Uyqum kelib ketdi. Chunki ertalab bir shuncha ish qilib yotibman. Garaj eshiklarini o'rnatdim va hali quruvchi bilan ham kelishib ketishimiz kerak. Hozir shuni hal qilay, keyin esa boshqasining yoniga boraman. Ya'ni kalt qidirib qayerda edi? Qurilish mollari, mana bo'ldi. Xo'sh. Salom. 64 dan 59 ta qoldi. Mendan necha bo'ladi? Sizdan 400. 1 2 3 4. Mana bo'ldimi? Bo'ldi. Ketdim undan. Bo'pti. Yaxshi. Endi esa xo'sh, kaltlarni topish kerak, lekin uning uyi qayerda edi? Adashmasam shu tarafda yashar edi. Tak, mana bu yerda remont qilingan uy bor. Shuni hozir qidirib mana topildi. Ana shundan hozir so'rab olaman kaltim qayerda ekan va bo'ldi, ketish mumkin. Xo'sh, kalt joyda. Endi esa bemalol ketish mumkin. Shahardan borib ozgina pul yechib kelaman. Ya'ni qanday ozgina? Bu qishloqni sotib olishga yetadigan darajada bo'lishi kerak. Yaxshi, endi esa chiqib olamiz. Garaj bo'lsa juda ham zo'rda. Tak, bo'ldi. Endi esa asta-sekinlik bilan garajni yopib shaharga otlanaman. Chunki bu qishloqda qiladigan ishim qolmadi. Tezda bir nechta uylarni sotib olib, kuchaytiramanda sotaman. Katta pullarni ishlab yerdan ketish kerak. Eshiklar qulflandi. Yaxshi. Endi bo'ldi. Shaharga otlanish vaqti. Jonajon shahrim. Xo'sh, ketdik. Femkentga qaytamiz. Faqatgina o'rmonchidan haydash juda ham qiyin bo'ladi-yu, lekin harakat qilaman. Nihoyat qaytib keldim. Jin ursin, qanchalik charchadim. Xo'sh, bo'ldi. Endi esa sekin-astalik bilan hammaga salom do'stlar. Mening ismim Mimo va nihoyat mana qaytib keldim shahardan. Va bu sizlarga aytsam juda ham qiyin bo'ldi, chunki katta pulni yechib olishda muammolar bo'ldi. Menga nima? Bu yerda kim sindiribdi derazamni? Jin ursin. Xo'sh, ehtiyot bo'lish kerak. Yomon belgi. Mayli. Tak, mashinani hozir bu yerga qaytarib olib kiramiz va shu bilan tak sekin dam olsam bo'ladi. Chunki juda ham qattiq charchadim. Menga hech kim bu yerda do'st emas bo'ldi. Shuning uchun o'zim harakat qilishim kerak. Albatta yordam so'rashim mumkin edi, lekin bu yerda aytayapman-ku, hech kim menga do'st emas. Hech kimni yaxshi tanimayman. Bo'ldi, yopdik, chiqdik va tak, endi bu yerdan mana bu qo'shimcha knopkani hozir olib qo'yaman. Xo'sh. Qani edi menga bu yerda tak eshikni ochamiz va bo'ldi. Pullarni qaytarib qo'yish mumkin. Nihoyat pullar to'ldi. Endi dam olish ham mumkin. Tak, mana buni olamiz, chunki ana bu derazani tiqilib qolyapman har safar o'tib qaytganimda. Derazani sindirgan joyga mana shu brevnoni qo'yib qo'ymasak bo'lmaydi, chunki broker bo'ldi qo'ydik, endi hech kim kirmaydi va mana bu qo'shimcha knopkani ham olib ketamiz boya aytgandek. Ajoyib. Endi nihoyat dam olishim mumkin bo'ladi. Ortiqcha bosh og'riqlarsiz. Qoyil tak, bu yoqqa va bo'ldi. Qanchalik charchadim. Kech tushgandan so'ng o'g'rilar qaytishdi va ularda reja bor edi. Tayyormisan? Tayyorman.
Xo'sh, uyni olamizmi? Olamiz. Tak. Mana ikkita montirovka ham o'zimda. Ketdik unda. Olg'a. Xo'sh, men qarab turaman o'tgan safargidek sen esa bu safar birdaniga devorni sindirasan. Aha. Kaltning ham nusxasi menda bor. Bir yigit berdi. Yo'q, ha. Xo'sh, yaxshi bo'ldi. Ochdim. Kaltni bu yoqqa ol. Tayyormisan? Mashina joydami? Ha, mashina joyda. Davay, men shunchaki o'rmonchiga yugurib ketaman. O'sha aytgan joyimda uchrashamiz, xo'pmi? Xo'p, davay, Homad. Rahmat. Yaxshi, endi mashinani olib chiqish kerak. Qoyil. O'ylashimcha, bu odam kutmagandi. Tak, qani ketik. Yaxshi ko'raman tezkor mashinalarni. Bo'ldi, endi o'rmon tarafga haydab ketsam bo'lgani. Bu mashinani hech kim topa olmaydi. Tak, sekin mana shu taraflarda qoch, sekin. Bo'ldi. Va mana yetib keldim shekilli, ha. Tak, yana ham salgina chuqurroqqa kirsam. Bo'ldi, mana shu yer yetadi. Mana shu yerda men kutib olaman. Hozir sherigim kelsin. Egasi hayron qolishadi, chunki mashinasini boshqa qaytib ko'rmaydi.